ayol kishini go'rkov qo'ymaydi. Albatta farzand qo'yadi. Bu narsa bu mumkin emas, mutlaq. Harom degan so'zni ishlatmayman, mutlaq mumkin emas. Nomahram hisoblanadi. Hatto 50 yil, 40 yil birga yashagan er xotin o'lsa qabrga qo'ya olmaydi. Chunki nomahram hisoblanadi. Birga yashagani, uni go'rkov-ku. Mahram kim desa, mahram o'g'illar, amaki, tog'alar mahram bo'ladi. Nabiralar mahram bo'ladi. Ba'zi holat bo'lib qoladi. Men borib jahl qilib, "Voy, sen o'g'limisan? Shu onang seni tuqqanmi? O'zing qo'ymaysanmi? Yo, men o'zim qo'yaman. Ba'zida o'zim qo'yaman. Chunki men domla hisobida ozgina mahramlik holatim bo'ladi. Asli undoq bo'lmasa ham, go'rkovdan ko'ra sal yaxshiroq bilaman-da. Yo'q, domla qo'rqaman deydi. Qo'rqaman. Men qarang endi. Shuncha yil qonida ko'tarib, tug'ib katta qilgan farzand ona qabriga kirib tursa, qo'yishga qo'rqaman deydi. 9 oy qonida ko'targan farzandni ona jasadidan, jonidan, qonidan, suyagidan, etidan, go'shtidan uni kamolga yetkazadi. 9 oy yana qancha zahmat mashaq, kundan kun og'irlashib boradi. Tasavvurga keltiring. Xotiningiz tug'di. Otasi, dadasi mashina qo'lingizda ko'tarib yuring deb bir 10 soat ko'tarib ko'ring qani? Nima bo'ladi? Ko'tara olmaysiz. Mana endi 9 oyda tug'adi. Unda tasavvurga keltirsangiz, 100 tadan, 1000 tadan bitta ayol xabar keladi. Tug'ayotganda vafot qildi deydi. Bu bizga, farzandlarga ilohiy eslatma bu. İnsoniyatga tazkira bu. Dars bu, Xudoning darsi bu. Xudo aytayapti-ku, farzand, onangning qadrini bil. Mana tug'aman deb o'ldi. Ayol kishi tug'ayotganda o'lim bilan barobar keladi. O'lim bilan barobar. O'limni bo'yniga olibdi. Har qanaqangiz o'limni bo'yniga oladi, keyin tug'adi. Bu narsa bizning hayolimizda yo'q. Tasavvurga keltiring. Tangadek joydan bitta inson tushib kelyapti. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilolik. Tasavvurga keltiryapsizmi? Endi tug'ildi. Tug'ilgan zahoti ilohiy mujda bilan, ne'matu, rahmatu Xudo bilan ko'krayda, ayol kishining ko'krayda qon turadi, qon. Ust bo'lmaydi. Hayzam keladi, keyin hayz tushib, poklanib, Alloh taolo ayollarning ko'kragining tagida bitta ilohiy dunyoni hali taraqqiyoti qiyomatgacha ham yetmaydigan bitta ilohiy pardasi bor. Shu pardaga qon kelib sutga aylanib, bu odam sut bo'lib tushadi. Tasavvurga keltiryapsizmi? Endi uni emib katta bo'lamizda. Kechqurun necha marta uyg'onsak, agar ona uxlab qolsa, hozirgi zamon olimlari tosh urib, taqillatib uxlaganda uyg'otishiga qiyin bo'lar ekan. Charchaydi. Lekin bolasi eng desa sakrab turadi. Eng desa tamom, uni sakrab turadi. Bir kunda necha marta turgan. 2-3 yoshimizgacha o'zimizni eplagangacha necha marta kechqurun inglaganmiz, onamiz sut bergan. Necha marta yig'laganmiz, beshigimizni tebratgan. Necha marta o'zimizni eplagungacha qo'pol qilsak haligi najosat bizdan vujudga siyganmiz, falon bo'lgan. Necha marta tagimizni tozalagan. Hisobi bormi? Hisoblab ko'rishgan ekan olimlar. 5 yoshgacha farzand tug'ilsa 10,000 martaga yaqin ona tagini tozalar ekan. Tasavvurga keltiring. Birorta ichingizda mardi bo'lsa aytinglar. Qizlar bo'lsa qizlar endi o'g'illarga otamni tagini bir marta tozalab qo'yaman degan mard bormi? Yo'q. Yo'q. Shuning uchun Janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-jannat tahta aqdamil ummahat. Ey farzandlar, onalaringizni oyog'ini ostida Xudoning yaratgan jannati